Ko'pchilik qora sedan ham noto'g'ri foydalanishadi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, men sizlarga buni foydali, zararli va qanaqa ishlatishni aytib o'taman. O'zi qora sedan inson organizmi uchun juda foydali taraflari bor. Birinchisi, immunitetni oshiradi. Sovuq mavsumda shamollashni kamaytiradi. Ikkinchisi, teri va sochlar uchun foydali. Yog'i terini namlantiradi, sochlarni mustahkamlaydi. Uchinchisi, ovqat hazm qilishda ishtirok etadi, oshqozon ichak tizimini normallashtiradi. To'rtinchisi, qon bosimini tushiradi, yurak faoliyati uchun juda yaxshi. Beshinchisi, organizmdagi barcha zararli moddalarni chiqarish xususiyatiga ega. Ammo haddan tashqari ko'p iste'mol qilish mumkin emas. Kuniga 1-2 choy qoshiq tavsiya etiladi. Homilador ayollar ehtiyot bo'lish kerak, chunki qon bosimini tushirish mumkin. Buyrak va jigar muammosi borlar shifokor bilan maslahatlashish kerak. Ko'p yesa oshqozonni buzishi mumkin. Qora sedanani 1 choy qoshiq asalga aralashtirib iste'mol qilish, non va salatlarga sepish, choyga qo'shib damlash, yog'ini teri va sochlarga surish tavsiya etiladi. Xo'sh, siz qora sedandan foydalanasizmi? Izohlarda yozib qoldiring.